Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. 2-sinf ona tili 5-mavzu bola odobi bilan aziz mavzusidan uyga vazifani ko'ramiz. Quyidagi so'zlarning ma'nosini topib yozing. Obod, xulq, husn, uyat. Obod so'zining ma'nosi gullab yashnagan, farovon, ko'rkam degan ma'nolarni anglatadi. Gullab yashnagan, ya'ni birorta tashlandiq joyni obod qilish, uni tuzatish, u yerni toza, ozoda hamda farovon qilish ma'nolarida ishlatiladi. Keyingi so'zimiz xulq so'zi. Xulq bu insonning xulq-atvori, xarakterining axloqiy jihatdan namoyon bo'lishi. Ya'ni sinfdagi o'quvchilarga nisbatan xulqi yaxshi, xulqi namunali, xulqi qoniqarli deb baho beriladi. Xo'p, xulqi deganda atrofdagilarga bo'lgan munosabati, ular bilan muomala madaniyati ham shu xulqning ichiga kiradi. Ya'ni xulq-atvori namunali o'quvchilar boshqa o'quvchilarga namuna sifatida ko'rsatiladi. Husn, chiroy, go'zallik. Har bir insonni o'ziga yarasha husn, chiroyi bo'ladi. Albatta, hech kim xunuk yoki ko'rimsiz deb baholamaydi. Hammani o'ziga yarasha husni, chiroyi, go'zalligi bor. Husn bu chiroy hamda go'zallik degan ma'nolarni anglatar ekan. Uyat o'z qilmishidan, noo'rin xatti-harakatidan xijolatlik hissi. Uyat degan so'zni ko'p eshitganmiz. Biz o'zbek milliy qadriyatlarimizda masalan kattadan oldin ovqatga qo'l uzatish uyat, kattalarning gapiga aralashish, yosh bolalarning aralashishi uyat, turli xil jargon, so'kinish kabi so'zlarni ham aytish uyat hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.